Mana yoqdan mehmonlar temir stollar orasidan patnis ko'tarib kirib keladi. Mana yoqda esa 4 kishilik sassal bilan maqsadagi yalang oyoq yoshligimda aytadi. Mana yerda fontan bo'ladi. U fontanda oddiygina suv emas, u yerdan aroq pivolar og'ib turadi. Hamshiralarimning dimog'i choq. Mirat aka bahrakalar o'ynab kuladi. Mana bu xandil ostida esa bizni baxt chorpiyamiz bo'ladi. O charpiyani orqasida gilamga baxtli bo'ling deb paxtada yozilgan turadi. Sen bularni qayerdan bilasan? Ha, Chukesh. Sen ana shu payshanba kuni jinoyat qilgan kuning sen bilan Shantidan boshqa yana bir kishi bor edi. U Ko'tarma mahallasidagi Rahmon akaning o'g'li O'tkir. Soxta aktrisalaring bilan meni qo'rqitaman deb xomtama bo'lma.